Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kecha o'tgan mavzuyimizning davomini, ya'ni ikkinchi qismini o'tamiz. Bu ham bo'lsa much va many. Much odatda o'zbek tilida ko'p degan ma'noni bildiradi va bor degan ma'noni ham bildiradi. Bu odatda sanalmaydigan otlar bilan ishlatilinadi. Masalan, water, money, milk, time. Asosan so'roq gaplarda va inkor gaplarda ishlatilinadi. Masalan, how much money do you have? Sizni qancha pulingiz bor? Bu asosan miqdorni bildirib keladi. 2. I don't have much time. Menda ko'p vaqt yo'q. Ya'ni ko'p. Birinchisida bor bo'ldi, ikkinchisida ko'p bo'ldi. Tasdiq gapda ko'pincha a lot of ishlatilinadi. I have a lot of money. Much moneyga nisbatan. Endi keling many haqida gaplashamiz. Many o'zbek tilida ko'p degan ma'noni bildiradi. Bu ham va bor degan ma'noni bildiradi. Bu sanaladigan otlar bilan keladi. Ishlatilishi: books, friends, students. So'roq va inkor gaplarda. How much friends do you have? Sening nechta do'sting bor? 2. I don't have many books. Menda ko'p kitob yo'q. Ya'ni kitoblar yo'q. Tasdiq gaplarda esa she has many friends. Uning ko'p do'stlari bor. There are many students in the class. Sinfda ko'p o'quvchilar bor. Bunaqa foydali kontentlar uchun like, obuna va albatta поддержка sizlardan kutib qolaman.